Endi kvartira narxida uchastka olsanglar bo'ladi. Qadrdonlar, 12 ta qurilgan kottejlarimizdan sotuvi ochildi. 1,5 sotixdan 1,9 sotiqli yer maydoniga ega 4 ta xona plus holi bor. Hozir sizlar bilan bittasini ko'rib chiqamiz. Video davomida men narxlari bilan aytib o'taman. Ketdi. Sizlar bilan hozir 1,5 sotiqlikni ko'ryapmiz. Avtomat darvoza, hovliga bitta mashina qo'yish uchun joy bor. O'rtadan asosiy kiraverish eshigi, uyga kirganimizda o'ng tarafda rakvina va bitta hojatxona va kichkina bo'lsa ham bu yoq tarafda yashil hudud qoldirilgan. Bino bir qavatli, buni tagida 15 kvadrat metr kattalikda yer to'lasi ham bor. Endi ichkariga kiramiz. Uyga kirib oldik, o'ng tarafdan boshlaymiz. Bu birinchi xonamiz, ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona, o'zini ichida yuvinish xonasi bilan birgalikda bo'lyapti va buni qarshisida bo'lsa marhamat, katyolni qo'yib qo'yilgan oshxonani ko'rishimiz mumkin. Endi sekin yo'lak orqali navbatdagi xonalarni ko'ramiz. Bolalar uchun mo'ljallangan bu navbatdagi ikkinchi xonamiz va buni qarshisida umumiy yuvinish xonasini, vanna xonalarini ko'rsak bo'ladi. Mana bu yerda endi oilaviy ovqatlanib o'tirish uchun xol qilib qo'yilgan ekan. Divanni zona qilib, bu tarafga televizorlar qo'yib, maza qilib o'tirsa bo'ladi va bu tarafdan navbatdagi uchinchi xonani ko'ramiz. Buni ham bolalar uchun yotoqxona qilib bersak bo'ladi va oxirgi kattagina mana zalni qaranglar, tashqariga qaragan romlari bor. Juda chiroyli, bir yoqimli ta'mirlardan chiqarib qo'yilgan, ko'zga yoqimli ranglardan foydalanilgan. Akalarimiz aytishyapti, xohlaganlar bo'lsa mana bu lyustralarni ham qo'yib beramiz deyishdi. Qadrdonlar, $100,000 dan $130,000 xarid qilsanglar bo'ladi. Kelib ko'ringlar, soni cheklangan. Sergeli tumani Chortoq mahallasida. Quruvchilarning nomeri video ostida, aloqaga chiqaverasizlar. Shunaqa arzon uylarni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar.